Mana 4 ta restoranim bor va boshqarishga qanday ulguraman. Videoni oxirigacha ko'ring, buni sirlarini bilib olasiz. Eng asosiysi bu to'g'ri tuzilgan org struktura. Men biznes egasi sifatida faqat 2 ta odamni boshqaraman. Boshqaruvchi upravlash va chef povor. Har birining o'z o'rni va vazifasi bor. Birinchisi bu boshqaruvchi. Bu hamma operatsionka, moliya, servis, smena grafiklari va oyliklar uchun javob beradi. Servis eng yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi. U hamma bor bo'lgan muammolarni o'zi hal qiladi. Shunda men mayda-chuda ishlar bilan, mikromanejment bilan boshimni og'ritmayman. Ikkinchisi esa chef povor. Oshxona uning bo'ynida. Menyu tuzadi, ovqat sifati va standartini kontrol qiladi. Jamoani boshqaradi va oshxonadan chiqayotgan har bir taom har doim sifatli va mazali bo'lishiga javob beradi. Men esa rahbar sifatida bu ikkita ключевой odamdan keyingi xodimlar ishiga aralashmayman. Ofitsiantlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamayman. Oshpazlar yoki kassirlar bilan gaplashmayman. Har kim o'z yo'nalishini o'zi yopadi. Boshqaruvchi boshqaradi. Chef povor mazali ovqatga javob beradi. Men esa faqat strategiya va brendni rivojlantirish bilan shug'ullanaman. Bularning hammasi brend sifati o'sishi va biznesni kengaytirish, masshtab oson bo'lish uchun qilinadi. Chunki hamma narsa o'zimga bog'lab olsam, rivojlanish bo'lmaydi. Ozgina vaqtdan keyin odam yonib ketadi. Выгорание. Va bu ishni davom ettirishga xohish qolmaydi.